Tasavvur qiling, siz turgan zamin ostida ming yillar davomida shakllangan ulkan boyliklar yashiringan. Ana shunday materiallar bugun O'zbekiston iqtisodiyotining eng muhim tayanchlaridan biri hisoblanadi. Bilasizmi, respublikamiz hududida 70 turdan ortiq foydali qazilmalar aniqlangan bo'lib, ularning katta qismini 44 ta turini noruda foydali qazilmalar va yerosti suvlari tashkil etadi. Shu bilan birga mamlakatimizda 15 turdagi noyob metal, 4 turdagi yoqilg'i energetika xomashyosi, 3 turdagi rangli metal, shuningdek 2 tadan qimmatbaho va qora metal zaxiralari mavjud. Bu boyliklar bugungi kunda 2676 ta konda jamlangan. Konlarning aksariyati, ya'ni 2199 tasi qurilish va sanoat uchun muhim bo'lgan noruda foydali qazilmalarga to'g'ri keladi. Energetika tarmog'i uchun ahamiyatli bo'lgan 305 ta uglevodorod koni, ichimlik va texnik suv manbai hisoblangan 97 ta yerosti suvlari koni ham mamlakatimizning strategik resurslari sirasiga kiradi. Bundan tashqari davlat balansiga 94 tadan ortiq qimmatbaho metal, 61 ta tog' kimyo xomashyosi, 43 ta radioaktiv metal, 21 ta rangli va kamyob metal, shuningdek 8 ta ko'mir va yonuvchi slanes hamda 5 ta qora metal koni kiritilgan. Yana bir muhim jihat, bugungi kunda O'zbekistonda tugab borayotgan foydali qazilmalar turi mavjud emas. Chunki har yili olib borilayotgan zamonaviy geologik qidiruv ishlari natijasida yangi konlar aniqlanmoqda va mavjud zaxiralar muntazam ravishda oshirib borilmoqda. Assalomu alaykum. O'zbekiston yer osti boyliklari bo'yicha dunyoning yetakchi davlatlari qatoriga kiradi. So'nggi 7 yilda mamlakatimizda 1651 ta yangi kon va istiqbolli maydon aniqlangan. Geologik o'rganilgan hududlar ulushi 20% dan 45% ga yetdi. Ammo hammaga qiziq, yer ostida yana qanday boyliklar yashirin? Nega ayrim konlarda qazib olish xarajatlari oshib boryapti va eng muhimi, bu islohotlar siz va bizning hayotimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Xayrli kun yaxshilar. Bugun ayni savollarga javob olish maqsadida studiyamiz mehmonlariga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Hammaga qiziq, yer ostida yana qanday boyliklar yashirin? Unga investitsiyani to'g'ri yo'naltira bilish kerak. Biz qaysi yo'ldamiz? Boshqarish juda ham sekin rivojlanyapti. Foydali qazilmalarga ega bo'lib turib, boy yashash kerak degan meni shaxsiy fikrim bor. Asosiy e'tibor xomashyo, qayta ishlash va tayyor mahsulotgacha. Oltin azaldan valyuta sifatida foydalanilgan. Ma'lum bir metallarda biz dunyoda 5-o'rinda. Oltinimiz bilan uni qayta ishlash salohiyatimiz bir-biriga tengmi? O'zi yer osti boyliklari bo'yicha O'zbekiston dunyoda nechinchi o'rinda turadi? O'zbekiston demak ko'plab muhim foydali qazilmalar bo'yicha yetakchi o'rinlarda. Bu asosan oltin, mis, uran kabi foydali qazilmalar bo'yicha yetakchi o'rinlarda turadi. Nechanchi shu aniq raqami bormi? 10lik. Bir top 10likda. Juda ham yaxshi. Bu boyliklarning ko'p bo'lishi juda ham yaxshi, lekin mamlakat yer osti boyligi ko'p degani bu mamlakat boy deganimi yoki haqiqiy boylik ularni samarali boshqarish va qayta ishlashdami? Mening fikrimcha, bu yer osti boyliklarini samarali foydalanishda ko'proq davlatni boyitadi. Nega boy tabiiy resurslarga ega ba'zi davlatlar badavlat to'kis yashaydi, ba'zilari esa yo'q? Bu borada O'zbekistonning holati qanday? Qaysi yo'ldan ketyapmiz? O'zbekistonda demak qazib chiqarilayotgan foydali qazilmalarni, umuman dunyoda qazib chiqarilayotgan foydali qazilmalarni demak o'sha ajratib olingan yakuniy o'sha xomashyo ko'rinishida uni demak yo sotish mumkin yoki uni qayta ishlab qo'shilgan qiymat yaratish mumkin. Shundan kelib chiqsak, davlatlar demak foydali qazilmalarga ega bo'lib turib, boy yashash kerak degan meni shaxsiy fikrim bor. Uning uchun ularda demak unga investitsiyani to'g'ri yo'naltira bilish kerak. Biz qaysi yo'ldamiz? Boshqarish ustunlik beradimi yoki egalik qilishmi? Masalan, biz bilamizki, boshqa 3-dunyo davlatlarida o'zini o'sha mineral resurslarga juda boy bo'ladi, lekin ularda to'g'ri boshqara olmaganligi sababli albatta mamlakatning rivojlanishiga ham albatta ta'sir qilmoqda. Ya'ni juda ham sekin rivojlanyapti. Bizda esa yangi o'sha ushbu sohadagi nima deydi, islohotlarni amalga oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga o'sha oqilona boshqaruv usuliga o'tdik. Ya'ni o'sha yirik
ishlab chiqarish, metallurgiya zavodlarimizda ishlab chiqarish quvvatlarini oshirmoqdamiz. Bundan tashqari o'sha sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali o'sha olis hududlarda ham o'sha ishchi o'rinlarni yaratmoqdamiz, hududlarning infrastrukturasini rivojlantirmoqdamiz va bu orqali o'sha aholi farovonligini yaratmoqdamiz. Nega ba'zi hududlarda qazilma boyliklar bo'la turib, ular haligacha aniqlanmagan? Hali o'rganilmagan yerlarimiz ostida yangi olmaliq yoki muruntov darajasidagi konlar bo'lishi mumkinmi? Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Abdurazzoq aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Abdurazzoq aka, o'zi umuman olganda O'zbekiston foydali qazilmalarga qanchalik boy? Yurtimizda bugungi kunda strategik konlarimizni umumiy hisoblagan paytimizda 3 trillion dollardan oshiq zaxirasi aniqlangan bugungi kunda. Undan tashqari ham bashoratlangan zaxiralar juda ko'p. Navoiy viloyati O'zbekistonning xazinasi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Umuman O'zbekistonda mana Tiyanshan tog' tizmalari, oltin belbog' shunda davom etib Qirg'iziston orqali Xitoygacha o'tib ketadi. Lekin asosiy katta oltin konlari bizning yurtimizda. Bilamiz, O'zbekistondagi eng yirik konlardan biri bu o'sha Muruntov hamda Olmaliqdagi konlar hisoblanadi. Lekin negadir so'nggi paytlarda yangi konlar haqidagi xabarlarni kam o'qiyapmiz yoki aniqlanmayaptimi yoki yangilari haqida bizda ma'lumotlar yo'qmi? Yaxshi katta zaxirali maydonlar topilyapti. Geologik qidiruv jarayoni juda uzoq davom etadigan bosqichli bo'ladi-da, yillar davomida davom etadigan jarayon. 5 yildan keyin uni zaxirasi aniqlanib, davlat zaxiralar komissiyasi orqali tasdiqlangandan keyingina davlat zaxiralar ro'yxatiga kiritiladi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda bu vaqtni qisqartirish imkoni yo'qmi? Ilgari bu jarayon albatta uzoq davom etgan jarayon bo'lgan. Kamida 10 yil, 15 yil ketgan. O'sha qonni o'sha qazib olish darajasiga olib borgancha. Zamonaviy geologik qidiruv ishlarini yangi usullar bilan o'tkazish 2 barobar vaqtni qisqartirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yirik konlar safiga yana O'zbekistondagi qaysi konlarni kirita olamiz va yangilarini aniqlash ishlari qanday ketyapti? Mana bugungi kunda Zarmitan konini biz aytishimiz mumkinki, mana shuni ikkinchi Muruntov degan darajada shu fikrlarni aytish imkoniyatimizga ega bo'lamiz. Chunki zaxirasi juda katta bu yerda ham. Bu yerda ham oltin olinyapti. Bu Zarmitan konidagi oltinlar erkin holdagi oltin. Bundan tashqari mana hozir yaqinda mana Nurota tumanida Pistali maydonida yangi gidrometallurgik zavod qurildi. Bu yerda ham katta tadqiqotlar, keng ishlar olib borilyapti. Zarmitanga 10-15 yil bo'lgan bo'lsa, Pistaliga 3-4 yil bo'lyapti. Ular ham 50-60 yildan keyin shunaqa salobatli bahaybat bo'lib ko'rinadi. Muhtaram prezidentimiz har bir sohaga ilm olib kirish kerak, har bir sohada ilmiy yondashish kerak deb aytayapti. Yangi konlar ochish imkoniyatimiz bor, yurtimiz boy. Yaxshi texnologlar tayyorlaydigan bo'lsak, albatta biz yurtimiz iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin. Abdurazzoq aka, mazmunli suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Mana endi guvoh bo'lyapmiz, haqiqatdan aytganinglardek o'sha qonlarni qazish, qayta ishlash yoki tayyor mahsulotga aylantirish degani bu ular tobora chuqurlashib ham, kengayib ham, eniga ham, chuqurligiga ham ko'payadi degani. Bir kun kelib, masalan, u qancha chuqurga ketsa, shuncha xarajat ko'payadi. Xarajat resursning o'ziga tenglashib qolmaydimi? Ya'ni zararga ishlash boshlanishi mumkinmi bu ketishda? Zamonaviy texnologiyalar bugun sohaga qanchalik jalb qilingan, ular konchilar mehnatini yengillashtiryaptimi yoki ish o'rinlarini qisqartiryaptimi? Kritik minerallar sohasida davlatimizda bu sohani rivojlantirishda O'zbekiston texnologik metallar kombinati tomonidan ishlar olib borilyapti. Asosiy e'tibor xomashyo, qayta ishlash va tayyor mahsulotgacha borish yo'nalishida har xil texnologiyalarni jalb qilyapmiz. Bunda wolfram va molibden mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan chegaralanib qolmasdan, ulardan qo'shilgan qiymatli mahsulotlar bu ishlab chiqarilmoqda. Natijada mahsulotni tan narxi 2 barobargacha oshishga erishilyapti. Misol tariqasida peronat ammoniy mahsulotini qayta ishlash natijasida biz 4-9 reni metallini ishlab chiqarishni o'zlashtirdik va buni eksportga yo'naltirib. Biz mana peronat ammoniyni qayta ishlash yangi yuqori texnologiyalarni jalb qilish natijasida 4-9 reni metallini ishlab chiqarib eksportga. U nimada foydalaniladi ko'proq u reni metalli?
ko'proq yarim o'tkazgich o'sha elektronika sohasi o'sha aviatsiya, mashinasozlik, energetika sohalarida foydalaniladi. Mana kritik mineral degan iborani ishlatdingiz. Kritik mineral degan tushuncha nimani anglatadi? Bu biroz eshitilishi shubhali so'z, ya'ni har xil ma'noga yo'yish mumkin. Kritik mineralga bir izoh bersanglar. Kritik minerallar yoki sanoat uchun muhim minerallar deb ham aytamiz. Aynan sanoatni rivojlantirish uchun muhim bo'lgan minerallar hisoblanadi. Ya'ni aynan sun'iy intellekt, data markazlarining qurilishi, o'sha yangi turdagi energetika manbalarini yaratishga asos bo'ladigan minerallar ham hisoblanadi bular. Demak, bizda kritik minerallar zaxirasi borasida vaziyat yaxshi, ya'ni juda ko'p minerallar bor, ya'ni shunaqa noyob minerallardan. Ma'lum bir metallarda biz dunyoda 5-o'ringacha 5-o'rinda da'vogarlik qilamiz. Dunyoda har xil vaziyatlar bo'lyapti. Texnologik metallar va muhim minerallarga talab keskin ortib boryapti-da. Bu elektronika, mashinasozlik, aviatsiya, tibbiyot va boshqa yuqori texnologiyalarda foydalanadigan sohalarda talab keskin oshyapti. Mamlakatimizda bu sohada imkoniyatlarimiz yuqori. Yangi konlarni o'zlashtirish, boyitish fabrikalarini qurish, ya'ni gidro va pirometallurgiya zavodlarini qurish orqali biz 28 turdagi muhim minerallarni sanoat darajasida ishlab chiqarishni kombinatlarda shu texnologik metallar kombinati tomonidan amalga tegishli ishlar olib borilyapti. Oltin yoki misdan tayyor mahsulot ishlab chiqarish mamlakatga qanchalik ko'p daromad keltirishi mumkin? Nega biz ba'zan tayyor mahsulotni qimmatga sotib olamiz, uning xom ashyosini arzonga sotamiz? Ya'ni biz shu paytgacha an'anaviy bir necha yil ilgari, hozir yaqin tarixgacha faqat xom ashyo qazib chiqarib sotadigan mamlakat edik. Imkoniyatlarimiz yetarli bo'lishiga qaramasdan yoki masalan boshqa yo'llar orqali ularni tayyor mahsulotga aylantirib sotish bugun endi o'sha asosiy ustuvor vazifaga aylangan. Oltin azaldan valyuta sifatida foydalanilgan, ya'ni davlatlar o'zaro eksport qilgan, import qilgan. Bugungi kunda to'g'ri aytdingiz, bu oltinni qayta ishlab qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha respublikada juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina misol biz Zargar sanoat uyushmasi. Zargar sanoat uyushmasi endi bu o'sha oltinni qayta ishlab mahsulot ko'rinishida ishlab chiqarib realizatsiya qiladi. Bu yo'nalishda Tog'kon sanoati va o'sha Zargar sanoat uyushmasi demak shu xom ashyodan qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshiryapti. Menimcha o'sha eksport salohiyatini oshishi ham bunga misol, importni qisqartirilishi ham bunga bir misol. Bu zargar buyumlariga nisbatan. Mis sanoatiga keladigan bo'lsak, uni ishlatilish sohasi juda ham keng. Meni fikrimcha butun dunyoda misga bo'lgan talab yildan yilga oshib boryapti. Bu statistikada ham ko'rinyapti. Elektrotexnika sohasi bizda kundan kunga rivojlanyapti. Mana juda ham ko'p yangi loyihalar ishga tushayotganini guvohi bo'lyapmiz. Ohangaronda texnopark, respublikaning turli hududlarida texnoparklar ishga tushyapti. Buni asosi o'sha elektrotexnika, demak, mahsulotlari ishlab chiqarish loyihalari bilan bog'liq, yuqori texnologiyali. Boshqa sohalardan farqli o'laroq konlarda xizmat qiladigan konchilarning hayot tarzi murakkab, tan olish kerak. Ular oylab yer ostida bo'ladilar va oila davrasi ular uchun eng qadrli, sog'inchli maskan desak adashmaymiz. Muxbirimiz mana shunday oilalardan biri bilan suhbatlashdi, ko'ramiz. Bugun sizga gapirib bermoqchi bo'lgan hamyurtimiz O'zbekiston metallurgiya kombinatida 72 yil davomida ishlagan. To'g'ri, ular nafaqaga chiqqan, lekin kombinatning yuragi bo'la olgani uchun ehtiyoj sezilavergan. 1955-yil 12-martda men zavodga ishga kirganman. Armiyadan kelib promosyonga 92 kilo edim. 5 yil men xizmat qilganman Metsavatda. Menga bu plakatni boshidan bu boshiga qayerga qo'ysa shunday ketib borardi. 98 yoshli Homid ota Andayev metallurgiya kombinatida payvandchi bo'lib ishlagan. Suhbat davomida ish jarayonida bir emas, 2 bor barmoqlaridan ayrilishiga bir bahya qolganini xotirladi. Mana bu qo'li 7-singan. Mana bunisi. Правильно mashina boriga eshiklar qiyshiq mekanlarni o'tkazish kerak. Mana men chorma turib oldim.
kalibrdan o'z qilishim kerak. Men qo'l bilan qanday ketadi? Shu qo'l bilan o'z qilayotgan vaqtimda bu yerda bir ikkita yosh sovchilar o'tirib edi. Knopkani bosib o'tiribdi. Shaq etib qo'limni tortib ketdi, armatura berdi. Zarb bilan tortib oldim. Mana sinib ketdi. Tagida armaturani tagida qolgan. 2003-yil tosh sinib ketdi. Shart mana buni o'zi o'rnidagi o'tirib qoldi. Payvandchilik oddiy kasb emas. Kun davomida yuqori haroratda ishlash, og'ir metall buyumlarni ko'tarish va doimiy xavf bilan yuzma-yuz mehnat qilish har qanday baquvvat insonni ham toliqtiradi. Hatto korxonadagi uskunalar Yaponiya va Germaniya kabi sanoati rivojlangan davlatlardan keltirilgan bo'lsa-da, mashaqqati yetarlicha edi. Suhbatdoshimizning farzandlari ham ota kasbini davom ettirayotganlardan. Birinchi maktabni tugatganman, Tojikistonda ishlaganman 1 yil. 79-yil keyin kombinatga kelganman. Zavodga, u paytda zavod edi, keyin kombinat bo'ldi. Nimaga kombinatda ishlagansiz? Boshqa joyda ishlamagansiz? Paytda kombinatda ishlasham o'zi bir odamlarga G'urur bergan. G'urur, shalbati bu O'rta Osiyoda bitta zavod, bitta kombinat bo'lgan. Turmush o'rtog'i vafot etgach, u 5 nafar farzandini yolg'iz voyaga yetkazdi. Bugun esa uning xonadonida 12 nafar nabira va 22 nafar evara ulg'aymoqda. Eng hayratlanarlisi, 98 yoshni qarshilagan otaxon ularning har birining ismini, qaysi maktab va oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotganini birma-bir yoddan ayta oladi. Shu zavodda ishlaganimning sababi mana shularni vasiyat qilish, o'qitish, bittasini o'qishga qo'ydim. Injener mexanik emadiki. Ikkinchisini metodika berishga svarchka qo'ydim. Uchinchisi Mongoliyadan, armiyadan keldi. Uni svarchka o'qitdim tamom. Kattasi u 59-yil. Homid otaning fidokorona mehnati davlat tomonidan ham munosib e'tirof etilgan. U Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligi munosabati bilan ta'sis etilgan ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Shuningdek, Shuhrat medaliga munosib topildi. Mana yaqingacha odamlarning o'sha tilla tangalar yoki tilla quymalarni to'g'ridan to'g'ri aholi banklardan sotib olish imkoniyati yo'q edi. Masalan, bu imkoniyat hozir yaratildi. Ya'ni bu ham o'sha xomashyo sifatida tashqariga sotishdan ko'ra ichki bozorda uni o'sha valyuta sifatida, zaxira sifatida saqlab qolishga qaratilgan bir yaxshi amaliyot bo'lyapti. Bugun istagan odam bemalol borib o'zini o'sha ko'chmas mulkini, pulini yoki nimasini valyutaga, o'sha tillaga almashtirib qo'yishi, saqlashi va bankdan olib chiqmagan holda o'sha yerda muhofaza qilishi ham mumkin. Bu ham aynan mana shu xomashyoni to'g'ridan to'g'ri tashqariga sotib yubormaslik uchun ko'rilgan bir choramikin? Butun dunyoda shunaqa tajriba bor. Demak, har xil quyma sifatida yoki bir esdalik o'sha sifatida tangalar ishlab chiqiladi. Bu menimcha o'sha davlatning bizni hozirgi olib borilayotgan mana shu bir yo'nalishlardan biri deb bilamiz. U oltinni demak aholiga demak sotish nuqtai nazaridan uni o'sha kichkina quymalar ko'rinishida bu O'zbekistonda oltinini o'sha aholi uchun ham qanaqadir bir qiziqish uyg'otgan rasmiy ega bo'lish vositasi. Endi qora bozordan ochiq bozorga va legallashtirish amalga oshirildi. Mis konsentratini xomashyo sifatida sotishdan ko'ra uni qayta ishlab katod ko'rinishiga olib kelib ishlab chiqarilsa, bu xomashyoni 40% qo'shilgan qiymat yaratiladi. Hozirgi kunda mana Eltex sanoat uyushmasi tomonidan o'sha katod ko'rinishidagi mahsulotni qo'shilgan qiymat yaratib har xil elektronika mahsulotlarini ishlab chiqarishi natijasida 60% dan 80-90% gacha qo'shilgan qiymat yaratiladi. Mahsulot bu eksportni oshishiga xizmat qiladi. Xabaringiz bor, kuni yaqinda MUF misni boyish fabrikasi 3-kon zavodimiz ishga tushirildi. Buning natijasida biz 2030-yilgacha 500 ming tonna mis konsentratini ishlab chiqarish quvvati yaratiladi. Bu o'z-o'zidan elektrotexnika sanoatida xomashyoni o'zimizda chetga qo'shni davlatlarga eksport qilmasdan qayta ishlash natijasida Eltex sanoat uyushmasi 40%, 60% gacha mis katodi va har xil turdagi elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bu davlatimizning eksport salohiyati oshadi bu sohada. Endi mana hozir sohaga sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq qilish haqida gapirdingiz.
Meni bir narsa xavotirlantiryapti, aynan sun'iy intellekt masalasida. Ertaga biz konchilik masalalari, umuman qazib chiqarish, qayta ishlash masalalarini sun'iy intellektga bog'laydigan bo'lsak, bu faqat sizlarning sohada emas, umuman ko'p sohalarda bunaqa xavotir mavjud. Bu borib kadrlar tanqisligi yoki masalan shu yerda band bo'lib turgan qanchadir mutaxassislarning ish o'rinlari qisqarishi, u ham mayli, eng yomoni ilmiy yondashuvning yo'qolib qolishiga sabab bo'lmaydimi? Sohamizga, aynan geologiya sohasiga hozirgi kunda zamonaviy texnikalar, texnologiyalarni joriy qilish asosiy e'tiborimizda. Siz aytib o'tganingizdek, demak, Xavotirli holat menimcha yo'q, mening fikrim bo'yicha, chunki aksincha bizani sohaga raqamlashtirishni joriy qilish orqali masalan raqamli ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan, texnikani, texnologiyani yaxshi tushunadigan sohadagi mutaxassislarni jalb qilish ham ortib boryapti. Chunki baribir yer qa'rida joylashgan foydali qazilmalarni geologlar o'zlarining uslublari bilan o'rganib ma'lumotlarni olmasa, o'sha ma'lumotlar raqamlashtiriladi. O'sha ma'lumotlarni o'zi bo'lmasa, raqamlashtirish, joriy qilishning imkoniyati yo'q. Foydasi ham yo'q. Geologiyaga kiritilgan har qanday mablag' keyinchalik bir necha barobar iqtisodiy samara beradi. Buni jahondagi yirik tabiiy boyliklarga ega mamlakatlar tajribasidan ham ko'rishimiz mumkin. Har 2 tonna temir rudasining bittasi Avstraliyadan eksport qilinadi. Dunyodagi misning har 4 kilogrammidan biri Chilida qazib olinadi. Afrikadagi Botsvana esa olmos tufayli dunyoning eng kambag'al davlatlardan iqtisodiy barqaror mamlakatiga aylandi. Bu tasodif emas, bularning barchasi geologik qidiruvga o'z vaqtida kiritilgan sarmoyaning natijasidir. Masalan, bugun dunyoning eng rivojlangan davlatlardan biri bo'lgan Avstraliya iqtisodiyotining asosiy tayanchlaridan biri geologiya va tog' kon sanoatidir. Mamlakat hududining katta qismi cho'l va kam aholi yashaydigan hududlardan iborat. Ammo geologik qidiruvlar natijasida ulkan temir rudasi, oltin, litiy va nikel konlari topildi. Bugungi kunda Avstraliya dunyo temir rudasi eksportining 55%ni ta'minlaydi. Mamlakat 2023-yilning o'zida temir rudasi eksportidan 139 milliard Avstraliya dollari, ko'mir eksportidan esa 103 milliard Avstraliya dollarida daromad olingan. Jami mineral eksporti esa 343 milliard Avstraliya dollarini tashkil etgan. Chili tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, aholisi 20 millionga ham yetmaydigan bu mamlakat dunyodagi eng yirik mis ishlab chiqaruvchi davlat hisoblanadi. Hozir jahonda qazib olinayotgan misning 24% aynan mana shu mamlakat hissasiga to'g'ri keladi. 2024-yilda davlatda 5.3 million tonna mis qazib olindi. Konchilik tarmog'i Chili yalpichki mahsulotining 14%ni, davlat daromadlarining esa qariyb 19%ni ta'minlaydi. Kanada esa geologik qidiruvda zamonaviy texnologiyalarni eng faol qo'llayotgan davlatlardan biri. Bu yerda sun'iy intellekt, dron va sun'iy yo'ldosh tasvirlari yordamida yangi konlar aniqlanadi. Bugungi kunda mamlakatda 200 dan ortiq faol konlar ishlamoqda. Faqat metall rudalarini qazib olishning o'zi Kanada iqtisodiyotiga 23.3 milliard Kanada dollari, butun qazib olish tarmog'i esa 45 milliard Kanada dollari yalpichki mahsulot yaratgan. Yana bir hayratlanarli misol Botsvana. 1966-yilda mustaqillikka erishganida Afrikaning eng kambag'al davlatlaridan biri bo'lgan bu mamlakat geologlar olmos konlarini aniqlashgach butunlay o'zgardi. Bugungi kunda konchilik sohasi Botsvana yalpichki mahsulotining 16%ni tashkil qiladi. Mamlakat dunyodagi tabiiy olmos ishlab chiqarishda qiymati bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi va eksport daromadlarining asosiy qismi aynan olmos hissasiga to'g'ri keladi. Bizda bog'lanish bor. Olmaliq kon metallurgiya kombinati xodimi Bahrom aka bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bahrom aka, qachondan beri shu kombinatda ishlaysiz? Qanday bosqichlardan o'tdingiz va bugungi vazifangiz nimadan iborat? 20 yildan beri shu kombinatda ishlayman. Ish faoliyatimni chilangarlik vazifada boshlaganman. Bugungi kunda o'sha texnologik transport boshqarmasida transport vositalaridan foydalanish bo'yicha boshliq o'rinbosari lavozimida ishlayman. Yaxshi, bugun o'sha kombinatda qanday yangi texnologiyalar joriy qilingan va ular bundan 10 yil oldingidan qanchalik farq qiladi? Siz 20 yildan beri ishlar ekansiz, demak taqqoslash imkoniyatingiz bor. Hozirgi paytda raqamlashtirish darajasi juda yuqori. Oldin bizni texnikalarimizda GPS monitoring tizimi bo'lmagan. Texnikani qayerda nima yurganini yoki qanday holatda ishlayotganini, ishlamayotganini
aniqlash uchun haydovchiga telefon orqali bog'lanish yoki o'sha ishlayotgan tashkilotga telefon qilgan holda buni aniqlardik. Bugungi kunda buni onlayn kuzatish imkoniyatiga egamiz. Qancha yonilg'i bor, qanaqa tezlikda ketyapti, nima ish bajarayotganini biz o'sha GPS monitoring tizimi orqali ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bizda avtosamosvallarimizni yuk tashish jarayonini onlayn kuzatish imkoniyatiga egamiz. Nechta reys qilyapti, qaysi ekskavatordan qaysi atvalga yuk tashyapti, hammasini ko'rib turish imkoniyati mavjud. Yo'llarning holatini aylanib chiqqan holda yomon yo'llarni aniqlardik, o'sha ancha vaqtimiz ketardi. Bugungi kunda o'sha Asugtika tizimi orqali tizimga kirib, yo'llarni xaritasida, masalan, qizil yo'llar bu yo'l holati yaxshi emas, sariq yo'llar o'sha o'rtacha darajada, yashil bu yo'llar holati yaxshi. Shu xaritadan 1 daqiqada butun konni yo'llarini tekshirish imkoniyatiga egamiz. Salomat bo'ling, rahmat. Bizni xalqimizda bir gap bor, yotib yeganga toq chidamaydi degan gap bor va tabiiyki savol tug'iladi. Bizni o'zi resurslarimiz yoki zaxiralarimiz qancha? Odamlar orasida har xil mish-mishlar yuradi, gaplar yuradi. Tillarni ham tagiga ko'rinib qoldi yoki haligi uranni ham oxiri bor degan gaplar. Shunaqa ehtimol bormi? Vaqt o'tib konlardagi ma'danlar, qazilmalar tugaydimi? Tugashi mumkinmi? Undan keyin nima bo'ladi? Albatta, ma'lum bir joyda qazib olinishi natijasida o'sha joydagi zaxira tugaydi, ma'lum bir joyda. Lekin O'zbekiston hududida geologik tadqiqotlar muntazam olib boriladi. Agar O'zbekiston hududini o'rganilganlik darajasini olib qarasangiz, albatta bizda hali o'rganilmagan hududlar yetarli. Ularda zamonaviy usullar yordamida o'rganilish talab qiladigan hududlar bor. Qayta o'rganish, chuqurroq o'rganish. O'shani asos qilib oladigan bo'lsak, O'zbekistonda bugungi kunda qazib olinish darajasi bilan geologiya ishlari natijasida yangi konlar topilish darajasi bu juda ham normal holatda, ya'ni konlar yangi topilyapti. Zaxiralar aniqlangani qazilyapti. Bu demak hammasi hozirgi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarga mos keladi. Oldingi paytlarda oltinni o'rtacha miqdori yuqori bo'lgan o'sha madan tanalaridan qazib olingan bo'lsa, hozirgi kunda yuqori texnologiyalar, zamonaviy uslubiyatlar joriy qilinganligi sababli o'sha aniq ma'lum bo'lgan konlarimizda oltinning uchrash miqdori kam bo'lgan madan tanalarida ham oltinni ajratib olish imkoniyati mavjud. Shuni hisobiga zaxiralarimizni hali o'zlashtirish bo'yicha juda ham ko'p ishlar olib borilmoqda va hali ancha yillarga yetadi. Sun'iy intellekt haqida gaplashyapmiz. Men hozir bir savolni aynan uning o'ziga bermoqchiman. Sun'iy intellekt ekspertimiz Donaxonga. Donaxon aytkinchi, bu yangi konlarni topish ehtimolini qanchalik oshiradi? Bugun sun'iy intellekt milliardlab geologik ma'lumotlarni bir necha daqiqada tahlil qila oladi. Ilgari geologlar oylar, ba'zan esa yillar davomida o'rganadigan ma'lumotlar endilikda qisqa vaqt ichida qayta ishlanmoqda. Natijada yer ostidagi foydali qazilmalar joylashuvini aniqlash ancha osonlashmoqda. Mutaxassislarning fikricha, sun'iy intellekt geologik xaritalar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va tarixiy ma'lumotlarni birlashtirib, yangi konlarni topish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Eng muhimi, bu texnologiya qimmat va uzoq davom etadigan qidiruv ishlaridagi xatolarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Demak, sun'iy intellekt nafaqat vaqt va mablag'ni tejaydi, balki kelajakda yangi konlarni aniqlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini ham kengaytirmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy qilish orqali bizda foydali qazilmalarning zaxiralarini aniqlash, ularni baholashda aniqlikni ham oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar olingan ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish, talqin qilish orqali uni ishonchliligi va samarasini ham yuqori qiladi. O'zbekiston hududida foydali qazilmalar bir tekisda joylashmagan. Ularni izlab topish, baholashda geologiya qidiruv ishlari bosqichma-bosqich olib boriladi. Shuningdek, aniq rejalar asosida olib boriladi geologiya qidiruv ishlari.
Bugungi suhbatdan bir narsa aniq bo'ldi. Boylik faqat yer ostidagi oltin, mis yoki kumush bilan o'lchanmaydi. Haqiqiy boylik shu ne'matlarni xalqimiz manfaatiga xizmat qildira olishda. Yer qa'ridan chiqqan har bir resurs yangi zavodga, yangi ish o'rniga va oilalarimiz farovonligiga aylansa, uning qadri yanada ortadi. Chunki ular bir kun tugashi mumkin, ammo ilm, tajriba, mehnat va inson salohiyati tugamaydigan boylikdir va biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Sizlarga qiziq ma'lumotlar uchun rahmat.